Yurtimizda yosh avlod tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Zero, munosib sharoit bor joyda sifatli ta'lim va yorqin kelajak bo'ladi. Ayni daqiqalarda Chortoq tumanidagi 24-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Keling, uning faoliyati bilan birgalikda tanishamiz. Davlat va jamiyat hamkorligining yorqin namunasi sifatida tuman tashkilotlarining homiylik ko'magi evaziga muassasa hovlisi to'liq tartibga keltirildi. Tarbiyalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida hudud atrofi muhofaza to'siqlari bilan o'ralib, zamonaviy qorovulxona binosi barpo etildi. Bolajonlarning xatarsiz va mazmunli hordiq chiqarishlari uchun qum maydonchasi, yangi o'yingohlar hamda san'at sirlarini o'rganishga xizmat qiluvchi yozgi amfiteatr foydalanishga topshirildi. Men o'z faoliyatimni 2019-yildan beri olib boraman. Men faoliyat yuritgan paytimda umuman o'z bolalar uchun sharoitlar yo'q edi. Issiq suvlar, qishda sovuq, bolajonlarga sharoitlar yo'q edi. Tumanimiz hokimiyatining tashabbusi va homiy tashkilotlar tomonidan muassasamiz qayta rekonstruksiya qilindi va bolalarni ta'lim-tarbiya olishida shart-sharoitlar yaratildi. Yozgi ayvonchalarimiz ta'mirdan chiqarildi. Bolalarni yozgi sog'lomlashtirish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratib berildi. Buning natijasi o'laroq bolajonlarimizni bu yerda qamrovimiz oshdi. Bolalarimizni STEM texnologiyasi asosida bilim ko'nikma malakalarida yurib boryapmiz. 24-maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Binoning ichki qismi ham to'liq kapital ta'mirdan chiqarilib, zamonaviy muhandislik tarmoqlari, uzluksiz issiq va sovuq suv tizimi yangilandi. Yaratilgan bu kabi shinam sharoitlar va to'g'ri tahlil natijasida muassasada qamrov ko'rsatkichi keskin yuksaldi. Loyiha sig'imi 140 o'ringa mo'ljallangan mazkur tashkilot samarali boshqaruv hamda muassasa rahbarining tashabbuskorligi natijasida bugungi kunda 180 nafar tarbiyalanuvchilarni o'z bag'riga olgan. Ayni paytda maskanda bolajonlarning intellektual salohiyatini oshirish maqsadida mental arifmetika, rus tili, shaxmat shashka hamda milliy qadriyatlarimizni targ'ib etuvchi kasanachilik to'garaklari tizimli yo'lga qo'yilgan. Shu vatanni jondan sevib, tuprog'ini ko'zga solib, olamda bunday aziz go'zal yurt. Mana shu 24-maktabgacha ta'lim tashkilotida farzandim tarbiyalanadi. Men bu bog'chaga berganligimiz sababi ham uyimizga yaqin, yashash xonadonimizga yaqin hamda bu bog'chamiz yangi ta'mirdan chiqqan. Oldingi paytlarda issiq suv, sovuq suv juda ham tanqis bo'lar edi. Yozda sovimasdi, qishda esa uncha isimasdi. Hamma sharoitlari mavjud. Ayvonchalarimiz, qumli maydonlarimiz hammasi juda ham chiroyli va talabga javob beradi. Farzandim yoshligidan shaxmat to'garagiga juda ham qiziqardi. Bu yerda shaxmat to'garagi yo'lga qo'yilgani menga ayni muddao bo'ldi. Ayni kunda farzandim malakali tarbiyachilar qo'lida tarbiyalanmoqda. E'tiborli jihati, mazkur jarayonlarda bolajonlarga o'z kasbining fidoyisi bo'lgan 19 nafar oliy ma'lumotli mutaxassis pedagoglar xizmat ko'rsatib berishadi. Tashabbuskor rahbarning sa'y-harakatlari va mahalliy hokimlikning yuksak e'tibori natijasida tumanda mana shunday ajoyib bir ziyo maskaniga qayta umr baxsh etildi. Zero, maktabgacha ta'limga qaratilgan e'tibor millat kelajagiga qo'yilgan eng mustahkam poydevordir.